Muhim xabar, O'zbekiston Respublikasida ana endi soatiga 130 km tezlikda harakatlanishga ruxsat etiladi. Xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining viloyat hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatdagi yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Viloyat hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatdagi A80 G'uzor-Buxoro-Nukus Beynou avtomobil yo'lining 439, 453, 455, 476, 478, 488, 496, 518, 520, 553 kilometr oralarida transport vositalarini harakat tezligini 100 km/soat tezlikdan 130 km/soat tezlikka oshirish, shuningdek avtomobil yo'lining 454, 477, 495 va 519 kilometrlarida transport vositalarini harakat tezligi 100 km tezlikdan 70 km/soat tezlikka tushirish choralari ko'rilmoqda. Shu bilan birga ushbu yo'l uchastkalarida 324 va 325 yo'l belgilari bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Ajab emas, O'zbekiston Respublikasida ham avtomagistral yo'llari qurilsa, xorijiy yo'llarni qaraydigan bo'lsak, bu amaliyot ancha oldin bo'lgan. Yana muhim jihat shundaki, ushbu tezlikka ruxsat berildi deb me'yordan ortiq tezlikni oshirish xavfli yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaradi. Albatta bunga madaniy tayyor bo'lish kerak, yo'l harakat qoidalariga rioya qilish kerak.